Assalomu alaykum do'stlar, muhabbatchilar. Mana xudo xolasa ertaga Posko Adhamjon akaning cho'liga barib to'kiladigan baliqlarimiz 14-yanvar kunga akalar mana. Erkaklar bayramiga mana akalar. Adhamjon akalar bir bayram qilib beryapti. Baliqlar ko'ringlar mana akalar. Baliqni ertaga 14-yanvar vatan himoyachilar. Kun. Ertaga kelaverasizlarmi akalar? Nima deyapsiz mana baliqlar? Bu baliqni ko'ringlar. Bu baliqlar nima deyapti akalar? Mana baliqlar. Mana 14-yanvar vatan himoyachilar. Endi vatan himoyachilarning o'rniga baliq ovchilar kuni bo'ladi. Ertaga Alhamjon akaning ko'li Poskoni orqasida. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. To'ch akamiz nomeri aloqaga chiqsalaringlar, kasalarni, jupasikalarini beradi akalar. Shu baliqlardan chop ketasizlar mana. Faqat men yeyman deyapti, og'zini ko'ryapsizlar, faqat yeyman deyapti. Kimdan kimga baliq zarur bo'lsa mana Komila Qurtoqqa kelib Mashta 3 ko'chadan ko'rsalaring, mashta mana akalarimiz baliq sotyapti. Baliqlarni bemalol kelishgan narxda sazani ham bor, amuri ham bor, ilon boshlari ham bor akalar. Bemalol kelib, unda bola chaqani pishirib yegani ham, o'qisagani ham bo'laveradi. Baliqlarimiz lekin katta mana aka. Bitta qog'ozga qo'ying, qog'ozni ko'rsating mana. Turlari. Mana 25 kilo. Endi 25 kilo bo'ladigan bo'lsa, u baliq haftasida necha kilo qolyapti? 22 kilo qolyapti akalar. 3 kilolik sazanlarimiz. Ertaga tushiladigan sazanlarimiz mana shular akalar.